Sen o'zingchi. Men hech narsa qilganim yo'q Alisher aka. Ertaga to'y ko'ynagiga tanlagani boramizmi? Hech qayerga bormaymiz. To'y ham bo'lmaydi. Alisher aka, nimalar deyapsiz? Axir sovchi jo'natgansiz, Fotihamiz bo'lgan. Men seni bunaqa sharmandaligingni bilmagandim. Men sandiq iflosga uylanmayman. Nima? Ana o videolaring qayoqdan chiqdi, ha? Ichib olib nimalar qilding? Bu tuhmat Alisher aka. Men hech narsa qilganim yo'q. Tug'ilgan kunga borgandim. Menga sharbat berishdi. Ichganimdan keyin o'zim bilmay qoldim, nima bo'lganini eslolmayman. Bu ertagingni boshqasiga yetasan, tushundingmi? Seni tarbiyali, hamma narsaga o'z kuchi bilan erishgan qiz deb o'ylabman. Aslida adashgan ekanman. Endi bildim kimligingni. Xullas, tush mashinadan sen bilan gaplashgan boshqa gapim yo'q. Hammasi tugadi. Alisher aka, iltimos menda Men tush mashinada ko'zimga ko'rinma. Bor tushdo'nmi?